Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana men Zarina Aliyevna logopedman. To'g'ri talaffuzni, chiroyli nutqni o'rganamiz. Bugun sizlar bilan S tovushini to'g'ri talaffuzini o'rganamiz. Artikulatsiyon holati, qanaqa mashqlar bajarish kerak va S tovushini hosil qilish usullari haqida gaplashamiz. S tovushini hosil qilish uchun kerakli bo'ladigan artikulatsiyon mashqlar, ya'ni til va lab mashqlari. Ular nimaga kerak? Albatta, til va lablardagi muskullarning faoliyatini rivojlantirish uchun, faolligini oshirish uchun kerak bo'ladi. Bu esa nutqini chiroyli bo'lishiga, tovushni chiroyli talaffuzga olib keladi. Mashqlari va ovoz mashqlarini esa undan oldingi R tovushini nutqga qo'yish videomda bemalol ko'rishingiz mumkin. O'sha nafas va ovoz mashqlari qayta takrorlanadi. Endi S tovushini nutqga qo'yishni o'rganamiz. Qanaqa usullari bor? Xo'p, S tovushini nutqga qo'yish uchun asosan birinchi bo'lib S tovushini artikulatsiyon holatini, ya'ni to'g'ri holatda qanaqa bo'ladi, shuni bilib olishimiz kerak bo'ladi. S tovushini to'g'ri talaffuzida lablarimiz kulgu holatida, tishlar bekilgan va tilning holati esa pastki tishlar orqasida turishi kerak. Sovuq havo oqimi chiqariladi. S tovushini buzib talaffuz etishni turlari juda ham ko'p. Hozirgi eng ko'p uchraydigan turni aytib o'taman. Ilmiy tilda emas, oddiy tilda tushuntirishga harakat qilaman. Bunda tilni uchini ikki tishlar orasiga olib tishlab buzib talaffuz qilish mumkin. Masalan, somsa, saryo holatida tilni uchi imенно o'sha tishlarning o'rtasiga kirib qoladi va shunaqa talaffuz qilinadi. Aytganimdek, o'zi normal holatda esa tilni uchi pastki tishlar orqasida turish kerak. Uni holati o'zgaradi-da, ikkita tepa va pastki tishlarning o'rtasiga tilni uchi kirib qoladi. Va bunda ham albatta tovush talaffuzi buzilgan bo'ladi. Keyingi holatida tilni ikki yon tomonidan havo oqimi chiqib ketadi va shuni natijasida ham noto'g'ri talaffuz bo'ladi. Somsa holatida ikki tilni yon tomonidan havo oqimi chiqishi natijasida yana shunaqa buzib talaffuz qilinadi. Bunda esa albatta o'sha ikki yon tomonni til muskullarini bunday faollashtirishimiz kerak bo'ladi. Ikki yon tomondagi muskullarni faollashtirishga qaratilgan mashqlar bajarilishi kerak bo'ladi. Bolalar nutqida talaffuz qilayotganda o'sha tovushni tashlab ketishi mumkin yoki aytganimdek shunaqa buzib talaffuz qilishi mumkin yoki boshqa tovush bilan almashtirishi mumkin. Endi S tovushini nutqga qo'yamiz. S tovushini nutqga qo'yish uchun ikki xil usulda doim biz tovushlarni nutqga qo'yayotganda ikki xil usuldan foydalanamiz. Mexanik va taqlid usuli. Taqlid usuli shundoq aytamiz, tushuntiramiz bolaga labni til holati va orqamizdan qaytarishi. Mexanik usul biror bir ta'sir ettirgan holatda, ya'ni nimadir ta'sirida uxachiskami, zontmi, nimadirlar shu instrument bilan uni tilini ushlab, lab holatlarini qo'llarimiz bilan ushlab qilishimiz bu mexanik usul bo'ladi. S tovushini ko'pincha bolalarda taqlid usulida hosil bo'lmaydi, qiyin bo'ladi. Ko'proq mexanik usulda chiqadi bolalarda. Taqlid usulida birinchi bo'lib sinab ko'ramiz, lablar kulgu holatida bo'lishini, pastki va tepa tishlar bekilishini, keyin tilni uchi pastki tishlar orqasida turishini, sovuq havo oqimi chiqarilishini deyishimizni o'rgatamiz taqlid asosida. Lekin bolada chiqarmasa, keyin o'sha mexanik usulga o'tishimiz kerak bo'ladi. Mexanik usulda oddiygina uxachiskadan foydalanishingiz mumkin. Albatta, S tovushini qo'yadigan zontlarimiz ham bor, logopedik zontlar bor. Agar kimda bo'lsa, juda ham yaxshi. Uxachiskadan foydalanishingiz mumkin. Keyin sokni turg'uchkasidan yoki morojniy cho'pi yoki yog'ochli shpaysil deyiladi, aptekalarda sotadi. Shu usullardan ham foydalanishingiz mumkin. Hammasini bajaradigan funksiyasi bir xil, shunchaki ta'sir usuli ozgina farq qiladi. Eng universalniy hamma tovushlarga tushadigan narsa esa bu albatta uxachiska. Uxachiska bizani eng logopedlarning asosiy quroli hisoblanadi. Uxachiska bilan pastki tishlarni ushlab turamiz, чтобы o'sha til oldinga chiqib ketmasligi yoki boshqa tomonga qayrilib qolmasligi uchun tilni ushlab turish uchun bajariladi. Tilni uchun ushlab turamiz uxachiskada, tishlar bekiladi. O'sha uxachiskani tishlaydi bola va havo oqimi chiqarishini aytamiz.
bola S tovushini yaxshi talaffuz qilyapti, S tovushi yaxshi chiqyapti, to'g'ri chiqyapti, chiroyli chiqyapti, lekin hali u nutqda yo'q. Misol uchun shunchaki odatiy kundalik nutqida hali ishlata olmayapti uni. S tovushini to'g'ri talaffuzini hosil qilib olganimizdan keyin, ya'ni postanovka bo'lgandan keyin ochiq va yopiq bo'g'inlarga o'tirish kerak bo'ladi. So va cho'zib. Xuddi R tovushini qanday o'qisak, xuddi shunaqa hamma tovushlarda shunaqa bir xil bo'ladi. Undan keyin ochiq bo'g'in, keyin yopiq bo'g'in, keyin so'zlarni S boshida, keyin S o'rtasida, keyin oxirida keladigan so'zlarni aytirishi. So'zlarni hammasini o'zi yaxshi aytganidan keyin, sof holatda chiqqanidan keyin iboralar, keyin gaplarga, she'rlarga, hikoyalarga o'tish mumkin bo'ladi. Shunday keyin uni odatiy nutqida ham mustahkamlanib boradi va doimiy bolaga nutqini nazorat qilishini aytishimiz mumkin va albatta kattalarda ham. Bugungi qisqacha gapirmoqchi bo'lgan mavzuyimiz shundan iborat edi. Yana keyingi foydali videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga podpiska tashlab qo'yish va zvonokchani bosib qo'yish esdan chiqmasin, yangi videolarni o'tkazib bormaslik uchun. Xayr, salomat bo'ling.